Assalomu alaykum, hurmatli kitob anglovchilar. Qalbingizni tirildiring nomli kitob huzuringlarda. Avtori Nu'man Alixon. Tarjima qilguvchi Elshad Baxtiyor. Muharriri Dilmurod Abduqayyum. Ovozda psixolog Zekiya Abdusattar. Tahlimakan Uyg'ur nashriyati. 2025-yili yanvar 1-nashri. İstanbul, Türkiye. Tarjimondan. Qalbning muqaddas bog'chisida ma'rifat gullari o'z-o'zidan ichilmaydi. Bu bog'chini parvarish qilish, uning suv quyish va o't-cho'plardan tozalash bizning mas'uliyatimizdir. Ma'naviy taraqqiyot xuddi bog'bonning bog'chisini parvarish qilgandek sabr, toqat va mehr-muhabbat talab qiladi. Zamonaviy dunyoning tassuratlik iqimi ichida biz ko'pincha vaqtlarda o'zimizning ichki ovozini anglay olmaymiz. Tashqi dunyoning g'ulg'ulisi orasida qalbning nozik pichirlashlari yo'qolib ketadi. Shunga biz har kuni oz bo'lsa vaqt ajratib, sukut ichida o'zimiz bilan suhbatlashishimiz, qalbimizning cho'nqur qatlamlariga quloq solishimiz kerak. Ovozliq asarlar Abdi Tali.